Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana Spaniya bo'ladigan divanlarimiz sekin o'g'anib ketmasin, Muzaffar. Sekin o'g'anib ketmasin. Mana Spaniya bo'ladigan divanlarimiz ishlashlarini sizlarga ko'rsatib, tanishtirib qo'ymoqchimiz. Usta mana uyquda, Abdush uyquda. Sekin o'g'atib yubordiz ana. Spaniya bo'ladigan divanlarimizni ko'ryapsizlar. 1.60 ga 2 metr. 2 kishi bemalol yotaveradi. Oyoqlarini cho'zib ham yotaveradi. Voy, ana. Mana shu bola salkam 2 metr. Videoga olib qo'yapman endi uflayotgan ekansiz usta. Turing endi bo'lmasa sondoqlarini ham ko'rsatib qo'ying. 1.60 ga 2 metr razmerimiz, Spaniya bo'ladigan divanimiz 100% sasnada. Xohlaganlarga yoping buni. Xohlaganlar bu ranglari bor. Oching bu ranglarini ham. Ko'rsatib qo'ying. Hozir mana shu ranglarimiz rosa trendda. Qashqadaryodan bitta opamiz zakaz qildi. Alloh nasib qilsa bugun chiqarib yuboramiz. Xudo xolasa, mononomimizni Surxondaryoga chiqarib yuboryapmiz. Kimga shunaqa divanlardan kerak bo'lsa, telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab jo'natib beramiz. Hozir aksiya deganmiz 10 ta qoldi aksiyamizda. 20 ta aksiya qo'yganmiz. Agar xabari borlar bo'lsa, 10 ta aksiya qo'yganmiz. 20 ta qo'yganmiz, 10 tasi qolgan, aziz do'stlar. Shu divanlarimizga kerak bo'lsa, telefon qilaveringlar. Andijonda 2 million 400 ming so'm aksiya qilib yubordim. Olinglar. Mana. Xudo xolasa jo'natib berish bizdan.